Diqqat. 7 ni qanaqa son ko'paytirsam oxiri kuchli bo'ladi. 37 ta kam deb turib a + 37 qilib o'tirmanglar. Savol sizlarga. Shunchaki savol, qiziq. Qara, u katta narsa tushmanglar. Bu qisqartirilgan javob bu. Sezyapsanmi? Necha ko'paytirsam 0 chiqadi demayapman. 0 ning o'zi tabiiy 0 o'zi. Birinchisi. Ikkinchisi, oramizda shu ish ideya kelgandan keyin ko'paytirishim kerakmi? Chunki javob o'ta katta bo'lganda, savol 9 kira 5 necha bo'ladi? Bizga necha chiqish kerak oxiri? Oramizda ko'pchilik shu ishni qila oladimi degan savol. 4a kvadrat plus 4a plus 3 bilan qisqarmaydigan gap yo'q, chunki baxira zo'lib qolib o'tirmanglar ertaga. Qisqartirilgan javobni kattalashtirmoqchi bo'lsam, qisqargandan keyin o'zgarib ketishi ham mumkinmi? Aynan mana buni a plus b ni kubi deyish fikri kelishi kerak, to'g'rimi? Demak, 10-misolda mana shu misolni hisoblashimiz kerak. Necha chiqadi degan savol. Eng kamida bo'lmadi deganda o'quvchi kubga ko'taradi-da. Ko'taradi. Lekin undan ham osonroq yo'llari bor. Ko'rib chiqish harakat qilamiz va ikkita ideya beraman, xudo xolasa. Ikkita. Olimni 3 ta. Hammasini ko'ramiz, qarab turinglar. Birinchisi, kubga ko'tarish hammani fikri keladi o'sha payt. Lekin ich-ichidan erinadi. Keyin bo'lsa ham hisoblang, bir chekka olib qo'yadi. To'g'rimi yo'qmi? Qachondir qaytadi lekin shu misolga. Xo'p, endi qaranglar. 36 ni o'zimiz uchun a deb olsak bo'ladimi menim? Yoki x mi, t mi? To'g'rimi? A deb oldim 36 ni. Bu bitta kattami? Unda bu necha bo'ladi? Eng zo'ri bori 73 bor-ku. 73 degan. Qaranglar. 36 kara 2 necha bo'ladi? Plus 1 desam bo'ladimi menim? Xulosa, mana bu joyga 36 siga nima qo'yasan? A qo'yasan, 2a plus nima deb xulosa qilyapmiz? 36 ga a ni qo'yasan. 37 bitta ko'plik uchun a plus 73 36 dan masalanda endi, masalan 37 ta kam deb turib a plus 37 qilib o'tirmanglar. 2a plus 1 qo'yamiz. Kelishdiki? Bo'ldi. Barobar ketdi. Buni o'rniga a ning kubi plus buni o'rniga 2a plus 1 pastga tushdim. A plus 1 ning kubi plus 2a plus 1 ning nimasi? Kubi mana. Faqat erimni ochib chiqish kerak, ko'paytirishga ajratish kerak endi buni. Kubni ochib chiqamiz, bo'ldi. Faqat o'sha boya aytganimizdek mana bu joyda a ning kubi plus b ning kubi deb ochar ekanmiz-da. Tushunarli mana. Mana bunaqa a'imiz mana bu a da mana bu joy. Mana bu to'liq b. Mana bu a, mana bunisi b. Ma'qulmi? Xo'p, ochilishi a plus mana bir chekka yozib a kub plus b kubni ochilishi a plus b a kvadrat xos. Shunaqamidi? Xo'p, ikkalasini qo'shamiz. Boshida qaranglar. A qo'shilgan 2 ta a plus 1. Keyingisi mana bu a ning kvadrati minus a b'imiz 2a plus 1 plus b ni kvadrati 2a plus 1 ni kvadrat bo'ladimi? Pastga tushamiz. Xo'p, mana bu narsani a kub plus b kub deb o'ylayapmiz. Ikkalasi qo'shiladi. A plus 1 plus 2a plus 1. Endi shuni kvadrati a plus 1 ni kvadrati minus prosta ab ikkalasini ko'paytiramiz. A plus 1 ko'paytirilgan 2a plus 1 va oxirida 2a plus 1 ni qovus nimasi? Kvadrati. Xo'p, yaxshi. Ketdik. Mana bu 3 ta a bo'lar ekan, plus 1 mi? Bunisi a kvadrat minus 2 ta a kvadrat minus a plus 4a kvadrat plus 4 ta a plus 1 degan formulam bu. Pastga tushamiz. 3 ta a plus 2, to'g'rimi? Mana bu joyda a kvadrat plus 2 ta a plus 1. Bunisi qaranglar. A kvadrat 2 ta bo'ladi, to'g'rimi? Hammasi o'zi plus bo'ladi bu yerda, lekin mana minus hisobiga minus bo'lib ketaveradi. Kelishdiki? Ketdik. Minus a bo'lib ketdi. 2a plus edi-ku, minus 2a bo'ladi. 1 kara 1 edi, lekin bu bilan minus 1. Ochilishi 4a kvadrat plus 4ta a plus 1. Mana. Ozgina ixchamlaymiz. Qaranglar. 3ta a plus 1 minus a kvadrat 2ta a kvadrat qoladimi?
Yo'q, minus a plus 3 ta ekan. 3 ta a kvadrat. Mana bu a'lar plus 3 ta a plus 1. Pastga tushdik. 3 ta a qo'shilgan 2. Mana bu narsa minus a kvadrat, bu bilan 3 ta a kvadrat ekan. Mana bu 2 ta a, 2 ta a ketdimi? Minus a 4 a plus 3 ta a. 1 lar nima qildi? Chekadagi plus 1 qoldi. Xo'p, ko'rgan bo'lsanglar, mana bu ikkalasi nima qildi? Qisqarib ketdi. Faqat 3 ta a plus 1, 3 ta a plus 2 qoldi. A nima edi? 36 edi. 3 kara 36 qo'shuv 1, 3 kara 36 qo'shuv javobi 108. Qo'shsam 109 taqsim 100. Chunki ikkita ko'p, qaranglar bu. To'g'rimi? Shunaqa javob chiqar ekan. Endi bitta savol sizlarga. Shunchaki savol, qiziq. Oramizda ko'pchilik shu ish qila oladimi degan savol. Birinchisi. Ikkinchisi, oramizda shu ish ideya kelgandan keyin aynan mana buni a plus b ni kubi deyish fikri kelishi kerak, to'g'rimi? Xo'las, qiyinroqda. Boya aytgan va'dam ikkinchi usulni o'rganamiz. Ikkinchi usul. Ish qilib o'xshasin. To'g'risini qilib ko'rmagan, o'xshasin ish qilib. Qaranglar. Taklif sizlarga javob chiqsa bo'ldi, to'g'rimi? Sizlarga nima? A'mi a chiqsa bo'ldi-da. Shunaqa bo'ldi. Buni biz urishmaydi. Nega aql deydi, to'g'rimi? Ishlab bersa bo'ldi. Qaranglar. 6 ni kubi baribir nima bo'ladi? Kattason oxiri 6 lik bo'lishi aniqmi? Oxirgi raqamdan foydalanmoqchimiz. Tushundinglar? 7 ni kubi 27 oxiri nimalik? 7 deb uzr, 3 ni kubi degan, uzr. 3 ni kubi oxiri 27, 7 lik bo'ladimi? 7 ni kubi degan, qani 7 ni kvadrat 49. 343 mayli, o'sha 3i bormi xullas? Oxirlaridan ketyapmiz 3 plus 3 ni kubi 27, oxiri 7. Qo'shsam oxiri 3 lik son, oxiri nimalik? 0 lik sonmi? Endi qaranglar, bitta narsani bilinglar. Bu oxiri 3, oxiri 0 chiqadi degani emas. Bu shunchaki qisqargandan keyin o'zgarib ketishi ham mumkinmi? Savol, oxiri 0 lik son 3 bilan qisqarmaydigan gap yo'q, chunki maxraj 0 bo'lib qoldi, o'tirmanglar ertaga. Katta son oxiri 0 bor xullas. Tushunyapsizlar? Balki 3 ta 0 bordir balkim. Muhim 0 bor. Mana bu juda katta son, oxiri 3 bor. Qisqartirganimizdan keyin mana shunaqa 3 degan javoblar chiqish kerakmi oxirida? Qarang, a javob bitta o'qinglar-da. 105 taqsim 110. Qaranglar. Wow. Bo'lmasa ekan, nimaga deyim? Bo'lmasa ekan, ham bunaqa demoqchiman. Bu qisqargandan keyin shunaqa javob chiqqanmi? Bu sonni nechiga ko'paytirsam oxiri 5 lik chiqadi. Masalan, oxiri 3 lik chiqadi. Qaranglar mana. Masalan, aytayapman, bular 9 ga qisqarganda shunaqa bo'lib qolgan deyapman masalan. Savol, 9 kira 5 nechi bo'ladi? Bizga nechi chiqish kerak oxiri? Demak, bu variantdagi son katta javob qisqartirilgandan keyin chiqqan. Tushunyapsizlarmi? Menga savol tug'iladi. Qanaqa sonni qisqartirgan ekan deyapman. Men aytayapman, 9 ga qisqartirganda deyapman. Masalan, bo'lishi mumkinmi? Ko'paytirsam oxiri 3 lik chiqqan chiqmaydimi? Unda 9 emas ekan, o'zimcha endi. 7 ga qisqartirgan ekan dedim masalan, balkim 17 gadir. 7 kira 5 oxiri 3 lik bo'ladimi menim? Tushunyapsizlar ma'nosini? Demak, a javob xatoligini his qilyapsizlar, 3 ta yasamayapsiz. Bitta 0 rosa qo'rqityapti, chunki 0 kira 7 baribir 0 bo'laveradi-da. Bizni surat qutqarib qo'yapti, sezyapsizlarmi? B javobni o'qinglar. 107 taqsim. Vo, mana. Diqqat. 7 ni qanaqa son ko'paytirsam oxiri 3 lik bo'ladi? Zo'r 9 ga. Buni ham 9 ga ko'paytirish kerak bo'lmasa? Oxirida nechilik bo'ladi? 8 ni qanaqa son ko'paytirsa 0 chiqadi har doim? 5 ga yoki 10 ga. Savol, 5 yoki 10 yozsam bu 0 bo'ladi, bu ham 0 qilib beradi. Lekin o'sha 5 bilan 10 buni 3 lik qilib beradimi? Bu ham aytmayligini his qilyapsizlarmi sizlar? Ya'ni sal ana sustriyroq yo'l qilyapmiz-da. Tushunarlimi? Xo'p. A, B, C javobni o'qinglar. Ey Alloh, Xudo uchun yetib keldik. Bilib turibman shu javob chiqishini o'zim. Qaranglar, endi qaranglar. Nima qilsam 3 chiqadi deyapman. O'zimga o'zim. Masalan, buni deylik necha kera 9 oxiri 3 lik bo'ladi? 9 kera 7 63 mi? Mana 7 ga ko'paytiraman. Oxiri 0 likmi? Balkim 77 ga bo'lgandir.
Muhimi bir xil son chiqaveradi-da. Keyin aytyapman, balkim D ham shunaqa bo'lib qolar. Orada g'ashlik bor-da, bo'lib qolsa-chi shunaqa. O'qiymiz. 110 taqsim 111. Qaranglar, mana buni nolli qilish uchun nechaga ko'paytirish kerak? Baribir. Nolga. Savol, tepani nolga ko'paytirish kerakmi? Nol deb tushunmayman, 10 gami. To'g'rimi? Nolli yasaladi, lekin 3li yasalmay qoladi. Tushundinglarmi? Ishladi o'rtoqlar. Tushundinglarmi? O'sha variantdagi oxirgi soni bor-ku. Aha. Ildizdan chiqarilganda Yo'q, unaqa deb tushunmayman. Ildizni tushunmayman narsani. Yo'q. Unaqa deb tushunmayman. Shunchaki hozir aytgan gapim tushunday bo'l. Shunchaki variantda borasizlar, 9 ni nechiga qisqa yoki 9 nechiga ko'paytirsam 3 li javob chiqadi. Nega ko'paytiryapsan? Nega qisqartirmayapsan desa, bu o'zi qisqartirib ixchamlangan. Qisqartirib qo'yding bitta ishni tasavvur qilgin. Sanoqni bekor qisqartiribsan, uka. Qaytar orqaga ketsam, nima qilasan? Ko'paytirasan. Shu ko'paytirib ko'ryapman, tushunyapsan? Yo'qda, qara, qisqartirilmagan variant nechiligini bilmaymiz-da biz uni. Faqat oxirlari ma'lum-da menga. Men oxirdan foydalanib chiqib ketyapman. Tushundingmi? Yo'q, unaqa katta ixcham chiroyli javob turibdi, qarang o'zingizlar. Tushunarlimi? Savol yo'qmi endi? 3-variant bor edi aytmoqchi, aytib ketay. Hisoblashda. Boshida aytdim, hisoblab, tabiiy hisoblash. Erinmasdan kubga ko'tarib qo'shadi, oxiri o'ta bir xunuk javob chiqadi. Umringda ko'rmagan xunuk bir javob chiqadi. Va uni shunchaki nechiga qisqartirar ekan degan bir savolni o'ylab o'tiraverasan. Tushundinglar-a? Bo'ldi. Mana shu ideya yaxshiroq menimcha, oxirgisi yaxshi. Tushundinglarmi? Bo'ldi. Qara, uka, bitta narsani tushuninglar. Bu qisqartirilgan javob bu. Qisqartirilgan javobni kattalashtirmoqchi bo'lsam, ko'paytirishim kerakmi? Chunki javob o'ta katta bo'lganda, katta javobga borish uchun buni ko'paytirish kerak variantlarni. Men o'ylayapman, necha ko'paytirsam, shunaqa oxir 3li chiqadi. Sezyapsanmi? Necha ko'paytirsam 0 chiqadi demayapman. 0lik o'zi tabiiy 0 o'zi. Men aytib narigini o'ylayapman faqat, 3 tikini. 9 kara 7 qilsam 63 3li bo'ladi. Unda buni ham 7 ga ko'paytirsam oxiri 0li bo'ladimi? Demak, avval shunaqa bo'lgan deyapman-da. Tushundingmi?